Qolsa. Qarang, olib borishdan. Voyda. Yeah. Aka, qalay bo'pti? Men birinchi marta mashinamni keramika qildirishim. Go'zal bo'ptimi? Xudo xolsa. Bu yomg'ir yog'sa men nima yuraveraman. Yuraverasiz aka. Yomg'ir tushadi, shamollik hisobiga mana bu mayda-chuyda tochkalar ham hammasi ketadi. Mashinangiz 3 sloyli polirovka bo'ldi. Keramikalar ham xudo xolsa Xullas, ustiga tushgan o'sha suyuqlik hammasi oqib ketadi, to'g'rimi? Yo'q bo'lib qoladi. Qizlarchi birontasi urib ketsa. Aka, qarang. Tadbirlarga u joy kirasiz-ku. Bitta o'tirasiz-da masjidga. Bitta sochni undoq tarab kirib ketaverasiz aka. Xudo xolsa. Qarang, olib borishdan. Voyda. Qadrli yurtdoshlar, rostdan ham mehnat bilan qalbga yo'l bo'libdi. Men ani istoriyalar qo'yib ichimni qizdiradilar, yana Moskvada payti video tashiydilar ekan. Men aytaman, tezroq borib ko'ray dedim. Lekin rostdan endi videoda qanaqa ko'ryapti bilan, lekin ertaga quyoshda men o'zim отдельный stories qo'yaman, atmetga qilib. Mashina yondi aka. Qarang, 3 sloyli polirovka keramikalar bo'ldi. Zona riskiga brom bo'ldi. 210 mikroli brom plyonkadan urib berganmiz. Bu qarang, misol uchun qirilib mo'shklar noto'g'ri yursa, quyoshga chiqsangiz o'zini o'zi восстановление qiladi. Kapot, ikkita krilo, faralari xudo xolsa brom bo'ldi. Gap yo'q, ko'rsataman. Qalay chiqdi aka? Jivoy 30 bitta. Ana kosmetikalarni ham yo'q bo'lgan. Kosmetikalarni ham qildik. Boshqa haydaydigan akalar tushiradi. Bitta mashinangizni aybini bilsangiz, har safar o'tganingizda qaraverasiz. O'sha joyga mashinangiz yopilibdi aka. Aytmoqchi, myatinalarni ham qo'rdik. Seriozmi? Serioz, dushi cho'tki bo'lishgan. Yondi mashina. Mana qaranglar, aytmasanglar ham afterda o'zi shunaqada, ya'ni shunaqa. Afterskida bularning o'zining izyunkasi bor. Akalarda mashina tanlash, mashinaga qarab narx belgilash yo'q ekan. Shunisiga men maza qildim aka. Aka, sog' bo'ling. after Mehnat bilan qalbga yo'laydi. Go'zal bitta. Sog' bo'ling aka.